Ayni kunlarda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun yurtimizning tarixiy shaharlar va betakror maskanlari bo'ylab sayohatlar uyushtirilmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialidan bir guruh yigit-qizlar Samarqand va Jizzax viloyatlarida bo'lishdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yaqinda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabalari va ishchi xodimlardan iborat jamoa uchun Jizzax, Zomin, Samarqand yo'nalishi bo'ylab madaniy-ma'rifiy sayohat tashkil etildi. Ishtirokchilar avvalo Jizzax viloyatining tarixiy maskanlari bilan tanishdi. Zomin tog' bag'ridagi betakror tabiat, musaffo havo, shifobaxsh madanlar esa xorazmlik mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Keyingi manzil qadimiy va betakror shahar Samarqand bo'ldi. Talabalar bu yerda Amir Temur maqbarasi, Registon majmuasi, Shohizinda yodgorliklar va Ulug'bek rasadxonasi kabi tarixiy obidalarni ziyorat qilishdi. Sayohat davomida Samarqandning boy tarixi, jahon ilm-fani rivoji va madaniyatidagi o'rni haqida qimmatli ma'lumotlar berildi. Shu o'rinda aytish lozimki, 9-aprel kuni prezidentimiz raisligida hududlarning turizm salohiyatini yanada oshirish hamda xorijiy hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini jadallashtirish yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda ichki turizmga e'tibor tufayli mahalliy sayyohlar soni 23 millionga yetdi. Agar 2017-yil bilan taqqoslasak, bu ko'rsatkich 5 million nafar edi. Lekin haligacha Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabzga bormagan oilalar ko'p. Shu bois endilikda har oyning bitta shanba va yakshanbasi oila va mehnat jamoasi bilan sayohatga chiqish kuni deb e'lon qilindi. Yoshlar o'rtasidagi musobaqa g'oliblariga esa O'zbekiston bo'ylab sayohat yo'llanmasini sovg'a qilish yo'lga qo'yiladi. Bu kabi chora-tadbirlar ham albatta mamlakatimizda mahalliy sayyohlar oqimini yanada oshirishga xizmat qiladi.